Erkin Vohidov, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov 1936-yilda Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Toshqo'rg'on ko'chasida tavallud topdi. Ota-onasidan 9 yoshida ayrilgan shoir Toshkentda tog'asining qo'lida tarbiya oldi. Erkin Vohidovning amakivachchasi Ra'no Vohidova shoir bilan bog'liq xotiralarni yodga oldi. Xalqimiz, vatanimiz tarixidagi ulkan voqea, mustaqillik, xalq mehrini qozongan atoqli shoir ijodi va faoliyatiga kuchli ilhom bag'ishladi. Yangi davlatning qonuniy asoslarini yaratish, azaliy qadriyatlarni ulug'lash, o'zlikni anglash yo'lida fidoyilik bilan xizmat qildi. Parlament a'zosi, taniqli jamoat arbobi sifatida mamlakatimiz siyosiy hayotida faol ishtirok etdi. Vatanparvarlikka da'vat etuvchi publitsistik maqolalari bilan davr ruhini aks ettirgan bo'lsa, she'riy, dramatik asarlarida qalb tug'yonlarini ifodaladi. Erkin Vohidovning shu yillardagi ijodi mustaqillik g'oyalari bilan to'yingan, yangi ma'naviy qadriyatlarni ulug'lashga safarbar etilgan badiiy xazina bo'ldi. Mustaqillik yillarida shoirning ijodi ona xalqi tomonidan intiqlik va mehr bilan kutib olindi. 2000-2001 yillarda chop etilgan 4 jilddan iborat saylanmasi Ishq savdosi, She'r dunyosi, Umr daryosi, Ko'ngil nidosi, Devon 2015-yil, O'zbegim 2016-yil singari to'plamlar chop etilib, ularda shoirning uyg'oq tuyg'ulari o'z ifodasini topgan. Erkin Vohidovning Orzu chashmasi, Nido 1964-yil, Balatkada yozilgan doston 1966-yil, Quyosh maskani 1970-yil, Ruhlar isyoni 1978-yil kabi asarlari o'zbek adabiyotidagi eng yaxshi doston namunalaridir. Mazkur asarlar istibdod yillarida o'zbek xalqi milliy g'ururi o'sishida ulkan ta'sir ko'rsatdi. Erkin Vohidovning Shoiru she'ru surur 1987-yil, Iztirob 1992-yil, So'z latofati 2015-yil kitoblariga kirgan maqolalari, suhbatlarida adabiyot, ijod jarayonlari, o'zbek tili leksikologiyasiga doir ilg'or qarashlari ifodalangan. Ayniqsa, So'z latofati kitobi o'zbek lug'atshunosligida Muhakamat-ul Lug'atayndan keyin yaratilgan eng nodir manba sifatida e'tirof etildi. Unda o'zbek tilining boyish manbalari, etimologiyasi, dialektologiyasi, leksikasi yetuk ijodkor nigohi bilan tahlil qilingan.